Rossiyada ishlayotgan hind migrantlari Holi bayramini nishonlayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Ma'lumotlarga ko'ra, bayram davomida hindlar o'zaro tortishib qolgan va guruh bo'lib bir-birlariga musor otib ko'ngilxushlik qilgan. Hozircha ushbu video qayerda va qaysi kuni sodir bo'lgani rasman ochiqlanmadi. Shuningdek, ayrim manbalarda hind migrantlari 40 kishi bir xonada tunab qolayotgani ham aytilmoqda. Bundan tashqari, videoda hamyurtimiz o'zining fikrlari va orzularini ochiqchasiga hamma bilan bo'lishdi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z fikringizni izohlarda qoldiring. O'zbekistonga kelib turali ruslar ishlagani patent topshirsa orzu qilishni ham yoraveramanda. Orzuni jinnisi kelib qoldi, qarang. Shunaqangi paytlar kelsada Amerika, Koreya, Germaniya rivojlangan davlatlar bor, Xitoy bunday saytlarda yozib chiqsa-da, BBC'larda mana o'quvchimiz O'zbekistonni nufuzli Adu universitetiga o'zbek tilidan sertifikat olib o'qishga kiritdi desa, "Voy bilat, miyasi kuchli ekan, O'zbekistonga o'qishga kiritdi" desa-da, keyin hali ko'chalarda jemni mashinasini minib yursa, "Voy blin" desa, hali Germaniyaning ko'chalarida tasavvur qiling, Berlinlarda mashinasini minib yursa, Cobaltda kelsa, "Voy, Cobalt otdi, voy, jentira nechiga bosar ekan" desa-da, hali qizchalar oldiga kelib, "Voy, Cobaltda bor ekan" desa-da, ne qiyshayib yonboshdan rasm o'tishsa, hali pozalarda turib olib, bizning mashinalar bilan. Onasini hepsi migrantlarimiz hali chetga chiqadi-yu, aylanib sayohatga chiqib, misol uchun ishgami borsa, bunday haligi aeroportdan kirganingizda pasport tekshirib, nimaga kelding, unaqa bunaqa deydi-yu. Pasportingizni bitta bersangiz, o'zbekligingizni ko'rib, dash savol bera olmasa-da, dimi qilib qolsa, bilat, O'zbekistonlik ekan, bilan elchixonasi ishlaydi ular, onasini hepsi yomon qiladi. Xush kelibsiz, yaxshi boring deb kuzatib yorsa-da. Voy, onasini yemsin deyman. O'zbek tilidan sertifikat olgan haligi IELTS'ga topshirib, ana qilishsa, men hayolimda vashcha maza qilaman-da. Obro' bo'lsa-da, bilar. Lekin eng undan ham mazasi bor-ku, O'zbekistonga kelib turibdi. O'zbekistonga kelib turali ruslar ishlagani patent topshirsa-da. O'zbekistonga patent topshirib gapirsa, nimaga keldingiz, unaqa bunaqa deb hali ishchilar savol bersa, ruslar javob bera olmasa, "Извините, я не знаю узбекский язык" desa, "Это ваша проблема. Bu yerda o'zbekcha gapirish kerak. Avval o'zbekchani o'rganasiz, keyin kelasiz" desa. Sertifikatga topshirsa, tasavvur qiling. Nima hali san'at va madaniyat institutida o'qiganimda kunduz kechalar degan spektaklni ko'rganimizda shunaqa joyi bo'lardi, Akmal Ikromovning gapi bo'lardi. Bu kunlar hali keladi. Balki biz bu kunlarni ko'rmasmiz, lekin albatta keladi deb.